Turkiyaning Shanli-Urfa viloyati Ceylanpinar tumanida yashovchi 8 kishilik oila g'ayrioddiy voqea bilan yuzma-yuz keldi. Ularning uyidagi jihozlar sababsiz ravishda o'z-o'zidan yonib ketmoqda. Holat natijasida oila uyni tark etishga majbur bo'lgan. Ular barcha buyumlarni uydan olib chiqqan, biroq tashqariga chiqarilgan jihozlar ham birdaniga yonib ketgan. Oila xavfsizlik uchun qo'shnilarning uyiga ko'chib o'tgan, ammo u yerda ham tunda kutilmaganda yong'in boshlangan. Natijada oila vakillari ko'chada yashashga majbur bo'lishgan va hozirda mahalliy hokimiyatdan yordam so'ramoqda. Ba'zi fuqarolar sahardan to kechgacha Qur'on tilovatini eshitib, o'zlarini himoya qilishga urinishmoqda. Ichkariga kira olmayapmiz, har kirganimizda yong'in chiqadi degan oila vakillaridan biri. Bu g'ayrioddiy voqea nafaqat oilani, balki butun mahalla aholisini xavotirga solgan. Hozirda mutaxassislar voqea sababini o'rganmoqda.